O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 17-son farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 462 sonli qarori qabul qilindi. Mahalladagi yoshlardan juda ham ko'p murojaatlar bo'layotganligi sababli hozirda 462 sonli qarorga asosan Yoshlar daftari jamg'armasi orqali ta'lim to'lov kontrakt summasining bir qismini qoplab berish bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'taman. Bu imtiyozdan kimlar foydalanishi mumkin? Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar a'zolarining farzandlarigina to'lov kontrakt summasining 50% gacha, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lab beriladi. Ijtimoiy yordamdan foydalanish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar: professional va oliy ta'lim tashkilotlari bilan tuzilgan shartnoma. Ijtimoiy yordamdan foydalanish uchun talab etiladigan shartlar: oila kambag'al oilalar reyestriga kirishi hamda mahalladagi ijtimoiy xodim tomonidan kiritiladigan individual ish rejasi. Mazkur yordam faqatgina kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan 14-30 yoshdagi kasbiy ta'lim, bakalavriat hamda magistraturaning kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan o'quvchi talabalariga taqdim etiladi. Hurmatli yoshlar, savol va murojaatlaringiz bo'lsa, Z avlod murojaat botiga yozib qoldirishingiz mumkin.